Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan matematik mayatnikning tebranish davrini aniqlash laboratoriya ishini ko'rib chiqamiz. Ushbu laboratoriya ishimizda bizga quyidagi jihozlar kerak bo'ladi: shtativ, ip, unga mahkamlangan shariklar, o'lchov uchun metr yoki o'lchov tasmasi hamda sekundomer kerak bo'ladi. Matematik mayatnik nima? Matematik mayatnik bu uzun cho'zilmaydigan, ipga osilgan, yukdan iborat bo'lgan sistemadir. Kundalik hayotimizda juda ham ko'plab matematik mayatniklarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Matematik mayatnikning tebranish davri T barobar 2pi ilzosda L taqsim J formula orqali hisoblab topiladi. Demak, matematik mayatnikning tebranish davri ipning uzunligiga hamda erkin tushish tezlanishiga bog'liq bo'ladi. Matematik mayatnikni muvozanat holatidan chiqarib qo'yib yuboradigan bo'lsak, u tebrana boshlaydi. Shunda bir marta to'liq tebranishi uchun ketadigan vaqtga tebranish davri deyiladi. Ushbu matematik mayatnikning uzunligini o'lchab olamiz. Uzunligi 50 sm ni tashkil qilmoqda. Uni tebranish davrini aniqlaymiz. Ya'ni 10 marta tebranish uchun ketadigan vaqtni aniqlab olamiz. Buning uchun bizga sekundomer kerak bo'ladi. Demak, boshladik. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ushbu matematik mayatnigimizni tebranishi uchun ma'lum bir T1 vaqt kerak bo'ldi. Ipning uzunligini o'zgartirib oldik. Ikkinchi holatda ipning uzunligi 35 sm bo'ldi. Uning tebranish davrini aniqlaymiz. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ikkinchi holatda bizga uning tebranishi uchun T2 vaqt kerak bo'ldi. Har ikkala holatni solishtiradigan bo'lsak, birinchi holatda uning tebranish davri T1 ni tashkil qilmoqda. Ikkinchi holatda esa uning tebranish davri T2 ni hosil qilmoqda. Demak, ipning uzunligini kaltalashtirganimiz uchun, kamaytirganimiz uchun uning tebranish davri kamaymoqda. Endi matematik mayatnikni massasini o'zgartirib ko'ramiz. Unga qo'shimcha 100 gram massali yuk osilmoqda. Bu sistemaning tebranish davrini aniqlab ko'ramiz. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ko'radigan bo'lsak, uchinchi holatda matematik mayatnikni massasini o'zgartirganimizda uning tebranish davri o'zgarmadi. Xulosa shuki, matematik mayatnikning tebranish davri faqatgina ipning uzunligiga bog'liq bo'ladi. Unga osilgan yukning massasiga bog'liq emas. Ana endi o'quvchilar, sizlarga topshiriq. Agar matematik mayatnikdan ochiq koinotda vazinsizlik holatida foydalanadigan bo'lsak, u ishlaydimi? Javoblaringizni izohlarda kutib qolaman.